qovog'i olingan ekan degan kommentlarni juda ham ko'p ko'raman. Qovog'i olingan qizlar qanaqa bo'ladi bilmadim-u, lekin men hattoki qilishimgacha sizlarga aytib kelyapman. Agar bu qovog'im olingan deb aytmagan bo'lsam, demak rostdan ham olinmagan. Qovog'i olingan ekan, chiroyli ekan demoqchimisiz yoki qovog'i olingan ekan, xunuk ekan demoqchimisiz tushunmadim-u. Meni qovog'im olinmagan. Qayda nima bor, qayda shiram ko'ryapsizlar bilmadim. Yopishtirib qo'ygan narsami, shiram deyapsizlarmi? Unisini ham tushunmadim. Bilmayman, videoni qanday ko'rasizlar. Xullas meni qovog'im olinmagan. Yoqimli ishtaha. Bismillah. Kim yoqadi shu? Mazza rosa so'z tushunay. Lekin shirin emas, shakari ko'p emas. O'shaning uchun yoqtiraman. Lekin ko'zim ichiga kirgan, shuning uchun yoshligimda O'zbekistondagi o'rtoqlarim ustimdan kulardi. Kasalmandga o'xshaysan, ko'zing ichiga kirib ketgan deb. Lekin Koreyada ko'zing rosa ham chiroyli deb maqtashardi.